Assalomu alaykum. Bito ERP sistemasidan Amudaryo tumani Mang'it shahrida foydalanayotgan mijozlarimizdan izohlar so'raymiz. Biz Apple Center do'koniga yetib keldik. Rustam aka, siz Bito platformasini ishlatishdan oldin hisob-kitoblaringizni nima olib borgansiz? Hammaga assalomu alaykum. Biz daftar ruchkadan foydalanamiz. Menimcha siz telefonlarni nasl-savdoga ham berasiz. Shuncha narsani, hisob-kitoblarni daftarda yuritish, nasl savdoni ham daftarda yuritish menimcha siz uchun ancha qiyinlik qilgan bo'lsa kerak. Juda qiyin bo'lib kelgan. Hozirda bizlarga yordam berayotgan Bito programmasi juda ansat bo'ladir. Do'koningizda tovarlar kirim oqimi tez-tezdan bo'lganligi sababli sizga mana shuncha tovarlar kelishi, bularni platformaga kiritish siz uchun qiyinlik bo'lmayaptimi? Qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Juda ansat. Biz ProMobile do'konidamiz. Oybek aka, Bito platformamiz qarzlarni boshqarishga sizga qanchalik yordam beryapti? Kimga qancha qarz berganimizni, kimga qancha savdo qilayotganimizni, qancha nasiyaga, qanday telefonlar, ekran, hamma narsani qarz olayotganini bemalol telefonimizda qarasak, notebookda boshqarib turibmiz. Bizlardan xudo xolasa voz kechyapmiz, shunga yordam berib turibmiz.